Assalomu alaykum, bizni kuzatib kelayotgan do'stlar. Mana baniyamizning birinchi xonasi. Xudo xolasa nihoyasiga yetdi do'stlar. Arslonlarni qo'ydik. Rakovinalar joylashdi. Bu yoqda bo'sh pechkamiz mana. Do'stlar, mana uylarga yoki tashqi, ichki fasadlarga shu kirpishdan, fasadni kirpishdan urdiradigan bo'lsanglar, albatta qurigandan keyin bir qator o'zimizni shu oddiy travertin lakidan ikki qator bersanglar, bir qator berib bir qator quritiladi, ikkinchi qatoriga yana bir aylantirib olsanglar do'stlar, mana yoltillab mana shu ko'rinishga keladi do'stlar. Albatta layhlagan ma'qul. Atrofda chang bo'ladi, qora tegishi mumkin. Artasiz chang-panglar bemalol osongina chiqib ketadi do'stlar. Endi bu ikkinchi xonamizga navbat keldi. Endi buni sekin-sekin devori kafil bo'ladi, pollari kafil bo'ladi. Pechkani mana bu ichki tarafi lahlanmagan holati do'stlar. Hozir buni ham lahlab yuboramiz. Mo'risi tepaga chiqib ketadi. Mana do'stlar. Bu lahlanmagan holati. Mana bu esa laklangan holati do'stlar mana. Farq juda katta. Lak bergandan keyin ozgina yana yarqiylashib, tomnilashib, juda ochiq svetga keladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. Ertadan Xudo xolasa yangi ishda ko'rishguncha deb qolamiz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuzatishda davom etinglar do'stlar.